Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimiz shahar sentridan 3 xonali dom bo'ladi. O'rta podyezdda joylashgan 3-etajda 3 xonali dom. Uyning ichki obzorlaridan tanishib chiqamiz. Videoni boshidan yo'lakchani kuzatib qo'yish esdan chiqmasin. Podyezddan kirishimiz bilan ana shunday keng hol, bu tarafimizda o'zi bir xona bo'lishi kerak, lekin перегородка olinganda o tarafdan yer etilgan. Aynası domning eldine qaragan bunday plandagi joylar kamdan kam uchraydi. Shuning uchun o'rganib qolasizlar. Narxi ham вообще zo'r narxda bo'ladi. Kirganimizda mana shunday bir xonasi, oilaga o'tirish zona qilingan, to'g'risida zal bo'ladi. Bunda keng eshik zallar degan kam. Remontlari paka olib turib yashamaga bo'ladi. O'rta holatda bunday yomon bo'lgan ham yo'q. Domning eldine qaragan katta bir oynasi bor. Zalımız dim keng. 7'ye 5 mi, 6'ya 5 mi şunday. Bu bir xonamiz bo'ladi. Bu yerda ikkinchi xonamiz. Qarasanglar, перегородка o'rib, bu yerdan bir sifalni etib qo'ysanglar bo'laveradi. O'ng qo'limizda stroy mebel joylashgan garderob almashtirib olsanglar bo'ladi. To'rimizda katta bir oshxona. Oshxonamiz ham razmerlari keng, ko'rib turganingizdek. Yerga bir uголokni qo'yib, bu tarafdan kuxnya mebellarni qo'yib, chiroyli oshxona bo'ladi. Undan tashqari balkoni bor. Balkonimizdan mana ko'rib turganingizdek, ajoyib. Kocholxonasi shu yerda joylashgan. Ozroq bir mehr bersanglar, ajoyib kompaktniy dom bo'ladi. Bu domlarning eng zo'r yeri, menga o'zimga yoqqan yeri, vannasi, hojatxonasi отдельный joylashgan bo'ladi, разделный bo'ladi. O'ng qo'limizda yana bir spalnisi bor. Yo'lga qaragan oynasi bor. Sanuzel razdelniy, garderob o'rinlari bor. Вообще zo'r gap bo'lishi mumkin emas. 3-etajda joylashgan. Lokatsiyasi yaxshi yerda, plan вообще zo'r narxda. Narxina kelsak, narxi $17,000. Üstünde kelishadi, qaytiladi, poyg'asi bor. O'zi boshda egalari 18-19 deb turadilar. Sizlar uchun tortishib, talashib $17,000 tushirib qo'ydik. Üstünde savdosi bor. Mesela nomerlarga telefon qilsanglar, kelib o'zingiz ko'rsatsangiz, zo'r yerdan, zo'r lokatsiyadan kelib ko'rsanglar, o'zingiz bilasizlar. Hozir tashqariga chiqib, to'liq adreslarni tushuntirib o'taman. Do'stlar, uyimizni ko'rdinglar, yomon emas. Narxlari stoyik, eldinda детский plashatkalari bor, ko'rib turganingizdek, kengishlik. Yo'lning yuzi emas. El tarafında bolalarınız xavotirsiz o'ynaydi детский plashatkada. Quloqlash xizmatine ulangan. Eshiklari mana shunday sensorli qulflar qo'yilgan zamoklar. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Alberniy ko'chasi 6-3 bo'ladi. Orientir bu tarafimiz oldingi sug'urta hokimiyat tarafdan kelish bo'ladi. Bu tarafimiz supermarket tarafdan kelish bo'ladi. Pastga nomerlarga chiqsanglar, o'zlaringiz olib ko'rsangiz, bu videoni ana shunday keng, kvadrat katta dom qarab turgan tanish bo'lishlarga tashlab qo'yamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling.